Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va qadrdon pensionerlar. Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya ta'minotida bo'lgan shaxs bo'lsa, ushbu videoni aynan siz uchun. Bugungi mavzu juda nozik va moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy masalaga bag'ishlanadi. So'nggi paytlarda pensiya jamg'armasi bilan bog'liq muhim bir o'zgarish ko'plab pensionerlarimizni xavotirga solmoqda. Gap shundaki, ma'lum bir hayotiy o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar bermaslik jiddiy moliyaviy muammolarga, jumladan ortiqcha to'langan pensiya pullarini qaytarish zaruratiga olib kelishi mumkin. Bu juda muhim ma'lumot. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar ko'pchilikka yetib borishi kerak. Pensiya tizimidagi vaziyatning mohiyati keling avvalo. Ushbu muammo nimada ekanligini va hozirgi vaziyatni tushunib olaylik. Oldinlari pensiya oluvchilar ba'zi hayotiy o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilishda biroz ko'proq muddatga ega edilar. Ba'zan bu jarayon bir necha haftagacha yoki hatto bir oygacha cho'zilishi mumkin edi. Axir inson hayotida kutilmagan vaziyatlar sodir bo'ladi, hujjatlar yig'ishga vaqt ketishi mumkin. Ammo hozirgi kunda qonunchilik va pensiya jamg'armasining ichki tartib-qoidalari yanada qat'iylashdi endilikda. Pensiya miqdoriga yoki pensiya turiga ta'sir qiluvchi har qanday muhim o'zgarish haqida jamg'armaga 10 kalendar kuni ichida ma'lumot berish talab etiladi. Bu o'zgarish nafaqat qoidalarning qat'iylashuvi, balki raqamli tizimlar orqali ma'lumot almashishning tezlashuvi bilan ham bog'liq. Pensiya jamg'armasi endi boshqa davlat idoralari, masalan, FHDYO bandlik idoralari, soliq organlari bilan tezkor ma'lumot almashish imkoniyatiga ega. Bu esa o'zgarishlarni kechroq bo'lsa-da aniqlash imkonini beradi. Shuning uchun agarda pensiya oluvchi o'zgarish haqida o'z vaqtida xabar bermasa, pensiya jamg'armasi buni baribir bilib oladi, faqat kechikish bilan. Natijada esa bu muddat mobaynida pensioner ortiqcha pul olgan hisoblanib, uni qaytarishi shart bo'ladi. Bu qoida ortiqcha to'lovlarni oldini olish, davlat byudjetining samarali boshqarilishini ta'minlash va pensiya to'lovlarida adolatni ta'minlash maqsadida kiritilgan. Bu har bir pensionerdan yuqori darajada hushyorlik va mas'uliyatni talab qiladi. Keling, endi eng muhim savolga javob beramiz. Aynan qanday o'zgarishlar haqida 10 kun ichida xabar berish kerak va kimlar bu borada ko'proq xavotirga tushishi lozim? Eng avvalo har bir pensiya oluvchi ushbu ma'lumotlarni bilishi shart. Bu qoidaga nafaqat yoshi ulug'larimiz, balki nogironligi bo'yicha pensiya oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar va ularning qaramog'idagi shaxslar ham rioya etishlari shart. 1. Ishga joylashish yoki ishdan bo'shash. Bu ehtimol eng keng tarqalgan holat. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, lekin ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, sizning pensiya miqdoringiz qonunchilikka ko'ra qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zi pensiya turlari, masalan, yoshga doir pensiyaning ayrim qismlari ishlayotgan pensionerlarga to'liq miqdorda to'lanmasligi mumkin. Agar siz ishga kirsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar berishingiz shart. Aks holda sizga ortiqcha to'langan mablag'lar pensiyangizdan ushlab qolinadi yoki sud orqali undirilishi mumkin. Misol, Bobur aka 65 yoshda yoshga doir pensiya oladi. U 2024 yil aprelda kichik bir xususiy firmaga hisobchi bo'lib ishga kirdi. Uning maoshi taxminan 3 million so'm. Agar Bobur aka bu haqda pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar bermasa, u keyingi oylarda ham to'liq pensiya olib turadi. Faraz qilaylik, uning pensiyasi 2 million so'm edi va ishlayotgani uchun unga pensiyaning 5 million so'mi to'lanishi kerak edi. Agar u bu haqda 3 oy aprel, may, iyun o'tib xabar bersa, har bir oy uchun 20 million so'mdan jami 3 million so'm ortiqcha to'lov yuzaga keladi. Bu mablag'ni u qaytarishi shart bo'ladi. Agar u ishdan bo'shasa, xuddi shu tarzda 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar berishi kerak. Aks holda u kamroq pensiya olishda davom etishi mumkin. 2. Doimiy yashash joyini o'zgartirish. Mamlakat ichida bir hududdan boshqasiga ko'chib o'tish yoki boshqa davlatga doimiy yashashga chiqish ham xabar berishni talab qiladi. Pensiya to'lovlari ko'pincha siz ro'yxatdan o'tgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. Yangi joyga ko'chib o'tganingizda pensiya ishingiz yangi yashash joyingizdagi bo'limga o'tkazilishi kerak. Bu tartib pensiyangizning o'z vaqtida va uzluksiz to'lanishini ta'minlash uchun muhim. Agar siz xorijga doimiy yashash uchun ketgan bo'lsangiz,
Pensiya to'lovlarini olish qoidalari butunlay o'zgaradi va ba'zi hollarda to'lovlar to'xtatilishi mumkin. Misol, Dilshod opa Toshkent shahridan Qarshi shahriga qizining yoniga doimiy yashashga ko'chib o'tdi. U 2023 yil sentabrda yangi manzilga ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, 10 kun ichida pensiya jamg'armasining Toshkent shahar bo'limini va Qarshi shahar bo'limini bu haqda xabardor qilishi lozim. Aks holda uning pensiya to'lovlari o'z vaqtida uzatilmay qolishi yoki pensiya jamg'armasi undan keraksiz ma'lumotlarni so'rab, byurokratik muammolar yaratishi mumkin. Ayniqsa, xorijga ketishda pensiyaning to'lanishi bilan bog'liq qoidalar yanada jiddiyroq bo'ladi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar uchun nikoh holatining o'zgarishi. Agar siz marhum turmush o'rtog'ingizning pensiyasini olayotgan bo'lsangiz va qayta turmush qursangiz, bu sizning pensiya olish huquqingizni bekor qiladi. Bu o'zgarish haqida ham 10 kun ichida xabar berish shart. Misol, Zuhra aya turmush o'rtog'i vafotidan so'ng o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olar edi. U 2024 yil 20 oyda ikkinchi bor turmushga chiqdi. Agar u bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasa va oytaylik avgust oyida bu ma'lumot FHDY orqali pensiya jamg'armasiga yetib borsa, may, iyun, iyul oylar uchun olingan pensiya pullarini qaytarishga majbur bo'ladi. Bu bir necha million so'mga yetishi mumkin bo'lgan mablag'dir. Dard nogironlik guruhi yoki sababining o'zgarishi. Nogironlik pensiyasini oluvchilar uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan belgilanadigan nogironlik guruhi yoki uning sababi o'zgarishi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Agar sizning nogironlik guruhingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, 2 guruhdan 3 guruhga o'tgan bo'lsangiz yoki aksincha, bu haqda 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Misol, G'ayrat aka 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olar edi. 2023 yil noyabr oyida Tamak uni qayta ko'rikdan o'tkazib, uning sog'lig'i yaxshilanganini va endi 3 guruh nogironligi o'tganini aniqladi. Bu degani uning pensiya miqdori kamayadi. Agar G'ayrat aka bu qarorni olgandan so'ng 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, keyingi oylardan Y guruhi pensiyasini olib turadi va keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish shart bo'ladi. 5. Pensiya oluvchining qaramog'ida bo'lgan shaxslar sonining o'zgarishi. Agar sizning pensiyangiz qaramog'ingizda bo'lgan shaxslar soniga bog'liq bo'lsa, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ushbu shaxslarning voyaga yetishi, ishga joylashishi, turmushga chiqishi, o'qishni tugatishi yoki vafot etishi kabi holatlar haqida ham 10 kun ichida xabar berishingiz shart. Misol, Nodira opa turmush o'rtog'i vafotidan so'ng 2 nafar voyaga yetmagan farzandi uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olar edi. Katta farzandi 2024 yil iyulda 18 yoshga to'ldi va kollejni tugatib ishga kirdi. Agar Nodira opa bu haqda 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, u keyingi oylarda ham 2 farzand uchun pensiya olib turadi. Bu holatda ham ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish majburiyati paydo bo'ladi. Kimlar ko'proq xavotirga tushishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan holatlarga duch keladigan har qanday pensioner, ayniqsa ishlayotgan pensionerlar. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar va nogironlik pensiyasini oluvchilar juda ehtiyot bo'lishlari kerak. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar siz yoshga doir pensiyada bo'lsangiz, boshqa qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmasangiz va hayotiy sharoitlaringiz barqaror bo'lsa, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq, hatto bunday holatda ham yashash joyingizni o'zgartirsangiz yoki boshqa biror muhim o'zgarish sodir bo'lsa, pensiya jamg'armasini xabardor qilish majburiyati saqlanib qoladi. Afsuski, har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud bo'lib, ular pensiya oluvchilar uchun muammolar tug'dirishi mumkin. Istisnolar. Ba'zi ma'lumotlar avtomatik tarzda pensiya jamg'armasiga boshqa davlat organlari orqali yetib boradi. Masalan, vafot etganlik to'g'risidagi ma'lumotlar FHDY, fuqarolik holati davlatnomalarini yozish bo'limi orqali. Ba'zi ishga joylashish yoki ishdan bo'shash haqidagi ma'lumotlar soliq idoralari va bandlikka ko'maklashish markazlari orqali pensiya jamg'armasiga kelib tushishi mumkin. Biroq bu har doim ham tezkor bo'lmasligi mumkin. Avtomatik ma'lumot almashish tizimlari ba'zan kechikishi yoki xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Shuning uchun avtomatik tizimlarga to'liq ishonib qolish xavfli hisoblanadi. Har doim o'zingizning mas'uliyatingizni unutmang va barcha o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini o'zingiz xabardor qiling.
qisqa muddatli safarlar, shifoxonada yotish kabi vaqtinchalik holatlar odatda xabar berishni talab qilmaydi. Agar ular doimiy yashash joyini o'zgartirishga yoki pensiya olish huquqini buzishga olib kelmasa, tuzoqlar va ko'zdan panada qolgan jihatlar qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Men bilmas edim yoki menga hech kim aytmadi kabi uzrlar afsuski pensiya jamg'armasi uchun asos bo'la olmaydi. Har bir fuqaro, shu jumladan pensioner ham amaldagi qonunchilikni bilishi va unga rioya etishi shart. 2. Kechikish, hatto onun kunlik muddatdan bir kun o'tib xabar berish ham ortiqcha to'lovlarni qaytarish majburiyatini yuzaga keltirishi mumkin. Pensiya jamg'armasi qoidalariga qat'iy rioya etilishini talab qiladi. 3. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot berish. Ba'zi pensionerlar faqat ba'zi ma'lumotlarni berib, qolganini yashirishga harakat qilishlari mumkin. Bu esa keyinchalik jiddiyroq muammolarga, jumladan yolg'on ma'lumot berganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishga olib kelishi mumkin. Har doim to'liq va haqqoniy ma'lumot bering. 4. Og'zaki murojaatga ishonmaslik. Har qanday murojaatingizni doimiy yozma ravishda amalga oshiring. Og'zaki kelishuvlar yoki suhbatlar keyinchalik isbot bo'la olmaydi. Arizangizning qabul qilinganligi haqidagi shtamplangan nusxasini olishga harakat qiling. Bu sizning qo'lingizdagi eng muhim dalil bo'ladi. 5. Qarzning paydo bo'lishi. Agar sizga ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, bu mablag' davlat oldidagi qarzingizga aylanadi. Pensiya jamg'armasi bu qarzlarni kelgusi pensiya to'lovlaridan ushlab qolish huquqiga ega. Agar pensiya to'lovi to'xtatilgan bo'lsa yoki qarz miqdori juda katta bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu mablag'ni sud orqali undirishga ham murojaat qilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha sud xarajatlari va ruhiy bosimni keltirib chiqaradi. Alt qaramog'idagi shaxslar uchun mas'uliyat. Agar siz voyaga yetmagan shaxsga yoki qonuniy vakil sifatida boshqa shaxsga pensiya olayotgan bo'lsangiz, barcha o'zgarishlar haqida xabar berish mas'uliyati sizning zimmangizda bo'ladi. 7. Chet elga doimiy yashashga ketish. Bu holatda pensiya to'lash qoidalari ancha murakkab bo'lib, har bir davlat bilan bo'lgan shartnomalarga bog'liq. Ba'zi davlatlarda O'zbekiston pensiyasi to'lanishi mumkin bo'lsa, ba'zilarida bunday imkoniyat yo'q. Bu haqda ham pensiya jamg'armasiga alohida murojaat qilib aniqlik kiritish lozim. 8. Pensiya turini o'zgartirish. Agar siz nogironlik pensiyasini olgan bo'lsangiz va yoshga doir pensiya olish huquqiga ega bo'lganingizda pensiya turini o'zgartirish masalasini hal qilishingiz kerak. Bu ham yangi talablarni keltirib chiqaradi va o'z vaqtida xabar berishni talab qiladi. Keling, endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar sizda yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlardan biri sodir bo'lsa, nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalarni bermang. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda siz doimiy ro'yxatdan o'tgan yashash joyingizdagi hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Agar siz manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, yangi yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz lozim. Ba'zi hollarda Maytanka ko'p uz portali orqali onlayn murojaat qilish imkoniyatlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Ammo ishonchliroq va tezkorroq yo'l shaxsan borish. Agarda imkoniyatingiz bo'lsa, onlayn usullarni tekshirib ko'ring. Ammo agar bu usul orqali hujjat qabul qilinganligini tasdiqlovchi biror dalil olmasangiz, shaxsan borib murojaat qilish afzal. 2. Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi. O'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlar, ishga joylashgan bo'lsangiz, ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruq nusxasi, mehnat shartnomasi yoki mehnat daftarchasi nusxasi. Nikoh holati o'zgargan bo'lsa, nikoh tuzilganligi to'g'risidagi guvohnoma, FADIYE hujjatlari. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, TMEKning yangi ma'lumotnomasi. Yashash joyi o'zgargan bo'lsa, yangi yashash joyiga ro'yxatga olinganlik to'g'risidagi hujjat, propiska. Qaramog'idagi shaxslar holati o'zgargan bo'lsa, ularning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, o'lim haqidagi guvohnoma, ishga joylashganlik haqidagi hujjatlar va boshqalar. Ariza. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limida belgilangan shakldagi arizani to'ldirasiz yoki o'zingiz erkin shaklda yozasiz. Arizada nima yozish kerak? Arizada o'zgarishning mohiyatini, uning qaysi sanada sodir bo'lganini aniq ko'rsatishingiz shart. Misol uchun, men familiya, ism sharifi, tug'ilgan sanada tug'ilgan, pensiya guvohnomasi raqamli pensiya oluvchiman. Sanadan boshlab o'zgarish turi sodir bo'lganligini ma'lum qilaman. Ushbu o'zgarish sababli pensiyamni qayta hisoblashni yoki unga tegishli o'zgarishlar kiritishni so'rayman.
O'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi siz ariza topshirganingizdan so'ng. Uning qabul qilinganligi to'g'risidagi belgi yoki shtamplangan nusxasini olishni unutmang. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni oldini olish uchun juda muhimdir. 4. Muddati. O'zgarish sodir bo'lishi bilanoq darhol harakat qilishni boshlang. 10 kunlik muddatni kutib o'tirmang. Qancha tez harakat qilsangiz, muammolarning oldini olish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. 5. Maslahat olish. Agar biror narsadan ikkilansangiz yoki savollaringiz bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki ularning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Malakali mutaxassislar sizga to'g'ri maslahat berishlari shart. Xulosa qilib aytganda, pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar yoki mavjud qoidalarga qat'iy rioya qilish zarurati har bir pensionerdan yuqori darajada hushyorlikni talab qiladi. Esingizda bo'lsin. 10 kun bu sizning moliyaviy tinchligingiz uchun berilgan muddat. O'z vaqtida xabar berish sizni ortiqcha bosh og'riqlardan va mablag' yo'qotishlardan xalos etadi. Pensiya ta'minotingizning barqarorligini ta'minlash uchun ushbu qoidaga qat'iy rioya etish juda muhim. Bugungi ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Ushbu video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham berishingiz mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Salomat bo'ling va moliyaviy jihatdan doimo hushyor bo'ling.